Aslini olganda har bir inson balog'at ostonasida o'z oldiga to'g'ri maqsadlarni qo'ya olishi muhim hisoblanadi. Bekbergan ota Botirovning bolalik yillari qiyin davrlarga to'g'ri keldi. Urushning eng mashaqqatli damlari barcha qatori yosh Bekberganning oilasiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymadi. Bolalikning har bir kuni mehnat bilan o'tishiga sababchi bo'ldi. Har narsaga zehni yetadigan 7-8 yoshlik bolakay oilasiga ko'makchi bo'lish uchun erta kunlardan o'zini mehnatga bag'ishladi. Maktabga borgan damlarda ham tengdoshlari bilan 5-gacha maktabda o'qidi, 5dan keyin kattalarga ko'makdosh bo'ldi. Qorni to'yib, ovqatlangan kunini eslay olmadi. Shunday bo'lsa-da, o'z oldiga katta maqsadlarni qo'ydi. Quruvchi bo'yoqchilik orqali elga xizmat qilishni tanladi. Yurtning bunyodkorligi yo'lida fidoyi mehnat qildi. Bugungiday farovon kunlarga erishish oson kechgani yo'q. Bu farovon, to'kin sochin va tinchlik zamoni bo'lishi uchun Bekbergan otaga o'xshagan ota va bolarimizning mashaqqatli mehnatlari yotibdi. Allah Teala'dan şunu dileyem, ben şu farzandlarim akıllı olsun, kuşlu olsun, vakitli olsun. İmanlı ve selamat, canını sağlık selamat kılsın. Şunca yıl divar yakaladık, suvadık, akladık, pikli yaptık. Kudağa şükür, bugüne yetkenime şükür. Bekbergan ota Hojarjon ona bilan 9 nafar farzandni oq taradilar. O'zlari qiyinchilik ko'rganlari uchun ham farzandlari injilishini istamadi. Lekin ularning erki bo'lishini ham xohlamadilar. Farzandlarga to'g'ri tarbiya berish oilaning kelajagini belgilaydi. O'g'il farzandlarning ko'pchiligi ota izidan borib, quruvchi bunyodkor bo'lishni istadilar. Akam yana shogird bo'lib bordim. Shunda boston o'rgandim ustachilikni. Yana Xudoga shukr, akamni kasbini topib, uyli olduk, elli olduk. Xudoga shukr, akamni yana bizlar ham shuncha shogirdlarni chiqardi. O'g'lim ham shu o'zimni kasbimni o'rgatdim. Hozir vaqtda o'zimni kasbimda o'g'lim ham ishlab yuribdi, Xudoga shukr. Shu ota kasbidan galatirimiz ham men ham o'rgandim, o'g'lim ham o'rgandi. Yaxshi niyatdamiz hamisha shu ko'p joylar sallaversin, borib xizmatlarni qilib, shundan katta boshqa katta yurtlarning shundan ko'p binolar uylar qurilib turibdi. Shundan binolar ko'p bo'lib xizmatlarni qilavergimiz. Yurtimiz tinch bo'lsin. Qizlar turli kasb egalari, asosan tadbirkorlik bilan shug'ullanadilar. Oilaning kamol topishida hamjihatlikning ahamiyati kattadir. Og'ayni, opa-singillar bir-biri bilan mehribon, inoq. Kelinlar esa odobli va oqiladirlar. Shu kunlarda Bekbergan ota va Hojarjon ona nabira kelin olishga musharraf bo'ldilar. Farzandi Ollabergan o'g'lini uylantirdi. Yaxshi bir xonadon bilan xudo bo'lishdi. Bobo bilan momo shu kunlarga yetkazganingga shukr degan shukronalikni tilidan qo'yishmaydi. Yurtimga ilm yetishmayken, yaxshilar ko'paysin, yomonlar yo'qolsin, baxshatmasin, ish qaytmasin. İşler yerboz, kasbkorlarga baraka bersin. Hammangni baxshi yetmasin. Bolalik vaqtlaringizda Navro'z qanday nishonlanadi siz kichkina bolalik vaqtingizda? Ey vaqt neden aytamiz bolam? Vaqtga shukr, dilay yuradik, yaxshi narsalar chiqaymiz. Yaxshi yo'llarga chiqaymiz. Deb dilay berdik. Alloh taolo shu oyat, shu kuni yetdik bugun. Bundan beri hammamiz ham yaxshi yo'llarda yuraymiz, Xudoyim.
Benim yaşlıktan 6 gelindi yanına alıp sümelek pişirişini üretip verdik. Allah gönlüne salıp yine özlerim sümelek pişiriyordur. Yurtumuz tinç olsun, asmanımız sap olsun, deryaya bereket, nırkımız arzan bugün. Yine sümelekleri Allah dergende kabul et, yılda sümelek pişirip Allah Teala müyesser etsin. Benim yılda pişirerdim, indi gücümü kuvvetim kayıttı. Bir yanından Kudayım bize de örnek al, yılda sümelek pişiriş müyesser etti. Bahorning tarovatli kunlarida Botirovlar xonadonida sumalak pishirish uchun doshqozon tayyorlandi. Xonadonning qo'ni-qo'shnilari, qarindosh urug'lar, xudo andalar jam bo'lib bir to'yning olomoni yig'ildi. Bekbergan ota va Qojarjon ona bu hamjihatlikni ko'rib boshlari osmonga yetdi. Hatto Bekbergan otaning o'zlari ham kelib sumalak qozoni oldida yurtimizga tinchlik, xotirjamlik, farovonlik tiladi. Doshqozon oldida kelin salomlari olindi. Kattalarning duosi albatta ijobat bo'lgay. Kattani hurmat qilsang, o'zing hurmat topasan degan hikmatli so'zlar bor. Xonadonning har bir a'zosi bobosi va momosining e'zozini qiladilar. Tilagimiz har kimni ham mana shunday shodmon kunlarga yetirsin. Nevara, chevara kelinlarning salomini olish nasib qilgay. Ijodiy guruhimiz oilani tark etar ekan, yurtimizning har bir oilasiga mana shunday saodatli kunlar nasib etishini tiladik. Qarisi bor uyning parisi bor deb bejiz aytishmagan. Fayzli xonadonni samimiy istaklar bilan tark etdi.